Yana qayta aytib o'tamiz, reyestrga tushgan bo'lsangiz, patent topshirdingizmi? Bo'lmadi, yiqildim. Nimaga? Patentga topshirgandan keyin qiynalmay mana olib turibdilar vatandoshlarimiz. Bir topshirganda даже. Patentga topshirib chiqdingiz, qiyin bo'lmadimi? Patentni oldimmi? Endi Patentga topshirib chiqdim endi imtihonni. imtihondan qiynalmadingizmi? Yo'q. Yaxshimi ekan? Zo'r hammasi. Rus tilida bizdagi minturkalar ham qiynalmay topshirib turibdilar, ha? Topshiribdi, olibdi bachilar. Qancha chiqdi pul hozir topshirganingiz? Hozir ekzamen bilan 20 ming. Hammaga assalomu alaykum hurmatli aziz vatandoshlar. Bugun mana 17-mart kuni FMSga keldik hozir bizlar. Hamma savollarga javob olish uchun granitsaga chiqishdan oldin vatandoshlarimiz ko'p savollar beradi. Annullirованный patent bo'lgan, yo bo'lmasam srok o'tib ketgan ko'p hozir nelegalni yurgan aka-ukalarimiz qanday masalan topshirib turibdilar, shuni bilish uchun mana shu FMSga hozir keldik. Hozir bu yerda akamizni ko'rib qoldik. Buxorodan siz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Rahmat, avvalambor shu rolikka razor berganingiz uchun. Hozir patentga topshirib chiqdingiz. Qiyin bo'lmadimi? Patentni oldimmi? Ha. Imtihonlardan topshirdingiz. Imtihonni topshirdim. Qiyinchilik bo'lmaydimi? Yo'q, hammasi oddiy savollar. Savollar bor, ha? Hozir bu yerda bizdagi minturkalar ham qiynalmay topshirib turibdilar, ha? Topshiribdi, olibdi bachilar. Prezident farmoni bilan. Ha, Prezident farmoni bilan topshirib turibdi. olyapti даже. Qancha chiqdi pul hozir topshirganingiz? Hozir ekzamen bilan 20 ming 600. 20 ming 600. 8 ming 900. Moskvaga 9 ming bo'ladi shunda patentingiz, ha? 9 ming atrofi bo'ladimi? Patentga 8 ming 900 to'ladim. Aha, 8900 so'radim. Gap yo'q aka, rahmat so'mga tushganingiz uchun. Temurlan bergan nechun hozir kelding? Yoqdan dokumentlar jadatib patent olgan. Patent sizlar Tamo'jna soyuzga patent sizlarga yo'qmi? Yo'q. Men shundan Ha, tushundim. Zeleный kartochka. Mana ne ақша solib qo'ysam bo'ladi-chi, ha? bu ақша to'lasa bo'ladi. Aha. Bu yerda hozir Qirg'izistondan ham bormi legalizatsiya masalan ukaz prezidentning nesidan kelib turib foydalanganlar. Buni bilmaydim. Yoqqa kelganimga 1 yilda bo'ldi, только ishlaym bo'ldi. Legalniy dokumentlar hammasi bor. Ha. Qirg'izistondan biz o'zimiz пересечение границы bilan заниматься qilamiz-da. Заезд виз Qozog'istonga. Qirg'izistondan to'g'rilar telefon chalib turadi shu. Reyestrga tushib qolganman, u bu debdi. Reyestr bilasam, axir reyestr spiskasi chiqdi-ku 5-dan boshlab turib. Контролируемых лиц. Reyestr, контролируемых лиц. Ana shu. Qayerdan bo'lasiz? Toshkent. Toshkentdanmi? O'zbekistondamisiz? Rahmat tug'an. Patentga topshirdingizmi? Yo'q. Endi Patentga topshirib chiqdim endi imtihonni. imtihondan qiynalmadingizmi? Yo'q. Yaxshimi ekan? Zo'r hammasi. Rus tilidan bilasiz axir gapirasiz, ha? Yo'q, men zo'r bilinmanu, lekin imtihonga ancha-muncha tayyorlanib. Uydan yaqin kelganmisiz axir? Ha, yaqin keldim. Yaqinda kelib yangi mashina bilan topshirdingiz. Qiyinchilik bo'lmaydi, to'g'rimi? Zo'r. Bu yoqda video ruxsatida kanal uchun video olib turibmiz. Mumkin mag'ribga joylasak, Zafar TV kanalimga eslatib keyinchalik ko'raverasiz. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Omad ishingizga. Xullas, ko'rib turganda akalar, agar sizda nelegalni masalan dokumentlaringiz bo'lsa, eng oson yo'li bilan zayiz viz qilib kelamiz. Zayiz viz qilgandan keyin oldingi roliklarda ham aytib o'tganman, yana aytaman, kelasiz mana vatandoshlarimiz topshirib turibdi. Ya'ni u ishdan bu ishga borib, yo bo'lmasam qaytib kelib yurmaysizlar. O'rmonda ko'rsatib qo'ying, deyman. Bu yer Saxarova, mana ko'rib turibsizlar, shahardan chekkada, bu yoqda mana tog'alar ham bor, mana o'rtada turibdi, u yoqda turibdi. Mashinalar ana. Shuning uchun granitsaga borib turib, sirazi topshirsanglar, osonroq bo'ladi ishlaringiz. Sirazi dokumentlarni, masalan, immigratsiya kartani yangilab turib kelamiz, yangi registratsiya bilan po baza chiqish kerak bo'ladi, lekin. Xullas, bazadan chiqadigan registratsiya bo'lsin, ishonchli, nadежный joyga registratsiyaga qo'yasizlar, registratsiyaga qo'ygandan keyin mana shu yerga kelib turib patentga topshirasizlar. Patentga topshirgandan keyin qiynalmay mana olib turibdilar vatandoshlarimiz. Bir topshirganda даже. Endi bilmadim. Bu yerga kelishdan maqsad ana shu narsalarni, savollarni utashnik qilib ketish edi maqsadimiz. Yana aytib o'tamiz, FMSga masalan bu yerga kelishimizdan maqsad kimgadir imtihonda yordam yo bo'lmasa unday narsalar bizda yo'q. Umuman patent olish temasi bo'yicha, imtihondan o'tish bo'yicha, sertifikat boshqa, xullas hech narsaga biz yordam qilmaymiz. Bizni vazifamiz sizlarga to'liq immigratsion masalan karta yangilash uchun Qozog'iston chegarasiga olib kelamiz. Безопасно. Dokumentingiz bor, dokumentingiz yo'q. Mana shu narsalarga biz sizga yaqindan yordamchi bo'la olamiz. Boshqa lekin biz hech narsaga nima qila olmaymiz. Assalomu alaykum, brat. Нет, откуда? С Таджикистана? O'zbekiston. O'zbekmisiz? Qayerdan bo'lasiz? Surxondaryodan. Surxondaryomi? Patent topshirdingizmi? Bo'lmadi, yiqildim. Nimaga? Yiqildim. Rus tili bilmaysizmi? Rus tilini bilmayman-da. Ha. YouTube uchun rolik olib turibsiz. Qarshi emasmisiz? YouTube'ga qo'yamiz keyin. O'zbekistondanmisiz biz ham? Shu patent qanday olsa bo'ladi? Nima qiyinchiliklar bo'ladi deb turib. Siz nechanchi kelishingiz bu yerga? Bu yerga ikkinchi kelishim. O'zbekistondan kelganmisiz yangi? Ha, O'zbekistondan keldim. O'zbekistondan yangi kelgansiz, ha? Gap yo'q, brat, o'tasiz xudo xolasa. Yaxshilab tayyorlaning. Podgotovka patent nimalari bor? Savol-javoblari bor. Ana shularni o'qib, nima qilib tursangiz, kelishdan oldin ana shunda o'tasiz. Sirazi bir deganda o'tasiz.
Xullas, shunday ekan aka-ukalar, granitsa bo'yicha bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Zayiz voyiz bo'yicha hafta davomida har kuni reys bo'ladi bizda. Immigratsiyalar kartalari yangilab kelasiz, yangilab turib registratsiya qo'yasiz. Registratsiya qo'ygandan keyin mana shu yerga kelib turib patent topshirib, eng qulay xullas usuli bu patent olishning. Bizga murojaat qiling, granitsa bo'yicha. Eng lyuks, eng komfort mashinalar to'liq bizda bo'ladi. Moskva, Moskovskiy oblast manzilingizdan kelib, o'zimiz sizni olib ketamiz. Mana shu rolikka aka-ukalar like bosib, mana shuncha joyga keldik hozir, vaqt topib. Sababi telefonda hamma narsani bilib, bilmay masalan javob beraversam bo'lmaydi. Shuning uchun hamma narsani o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, quloqimiz bilan eshitdik degan maqsadda mana shu Fumesga keldik. Like bosib ko'proq mana shu rolikda aka-ukalarimizga podlisa qilib qo'yamiz. Ekzaminga kelishdan oldin agar rus tilini bilmasangiz tayyorgarlik ko'rib kelinglar, yiqilmaysizlar mana shu akamizga o'xshab turib. Xullas, gaz rolikni ko'proq podelish qilamiz. Komment esa o'z fikrlaringizni qoldirib qo'ying. Keyingi safar nima reyestrda kirib chiqdiga aloqasi yo'q. Bu narsani yana qayta aytib o'tamiz. Reyestrga tushgan bo'lsangiz, bemalol sizni olib borib kelamiz. Kartangiz blok bo'lgan bo'lsa, zalotoy karotidan qarzingiz bor. Bu narsalarda granitsaga umuman aloqasi yo'q. Bu yerga kelishimizdan maqsad yana qaytib o'taman. Fumesga masalan bizga patent olishga yo boshqa narsaga yordam qiladigan bizning nimamiz yo'q, tanish bilishimiz yo'q. O'zimiz ham bu narsa bilan shug'ullanmaymiz. Maqsad hamma narsani masalan oydinlik kiritish edi. Patent qanday topshirsa, qanday olsa bo'ladi, prezident farmoni bu yerda ish beradimi, yo'qmi? Mana shu narsalarni bilib sizlarga mana aytdik. Bu yerga kelib olsanglar ham bo'ladi, po ukazi prezidenti nimani. Lekin sal yugur bo'ladi, 7000 qancha shtraf qiladi deydi. Ana shular narsalarni olib undan ham qulayroq agar qiynalmayman desanglar, eng yaxshi yo'li granitsa deb o'ylayman. Masalan, hozir O'zbekistondan kimdir kelgan, birinchi boshidagi akamiz Buxorolik topshirdi, sirazi oldi mana. 2 haftaning ichida. Bundan ham agar tezroq olaman desangiz, eng yaxshi yo'li migratsiyalarni yangilab turib, mana shu yo'l bilan ham olsak bo'ladi. Xullas aka-ukalar, like bosing ko'proq, like, podдержка, komment kutaman. Qaysi shahardan bizni tomosha qildingiz? Assalomu alaykum hammaga. Granitsaga yaxshi, normalni borib keldik. Seriya ekanlar. Granitsaga yaxshi bir yarim soatda kirib chiqib ketdi, akam o'zi yordam berdi. Dokument yo'q edi, absolut hech narsa yo'q edi. Hali diskaver. Katta rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Qani ukamiz qanday borib keldingiz? Tavsiya etaman. Hamma ishonchli, yaxshi, garantiya qo'yish. Kamchiliklar yo'qmi axir? Hammasi yaxshimi axir? Bo'ldi. Mana aka-ukalarim Granitsa keldi chiqdi temasi bo'yicha bir yo'lda to'xtadik mana Ulyanskiy oblastida. Yo'lda to'xtab mana aka-ukalarim bir video syomka qildik. Qanday kichik mana shu tankni hamma taniydi. Trassa M5 turibdi shu tankimiz. Shu kim qanday borib keldi, yaxshi borib keldimi, yo'qmi? Mana kirib chiqdi masalasi bo'yicha Polshev pechatlari bormi, yillab bezda kiyib yurganmi, nimasi reyestrga tushganmi, tushmaganmi, kredit bormi, yo'qmi, farqi yo'q. Hammasiga yordam beramiz. Polshev pechati bor aka-ukalarimizga ham yordam beramiz. Yillab bezda kiyib yurgan aka-ukalarimizga ham yordam beramiz. Reyestrga tushganlarga ham yordam beramiz. Hammasiga yordam beramiz. Ha, akancha men bir esimdan chiqdi. Hozir bir so'rab beraman. Reyestrga tushgan bir do'stimiz bor edi, ana shuni so'rab beraman. Shu qanday kelib chiqdi? Mana do'stimiz reyestrga tushgandingiz. Reyestrdan qanday o'tdingiz? Siz berdingizsiz? Reyestrga tushgandingiz. Qanday yaxshi kirib chiqdingizmi axir? Reyestr hech narsa bo'lgan yo'q, muammo bo'lgan yo'q, yaxshi. Yaxshi makramasi? Men prosta esimdan chiqdi, shuni aytish. Tushdim, karta bloklandi, uni hech kim so'ragan. Siz o'zingiz. Ha, endi uni o'zim gaplashdim-ku. Tomosha o'zim gaplashdim, o'zim hal qildim-ku. Shundan keyin muammo bo'lmadi. Reyestr umuman hech narsa bo'lgan. Lekin absolutni karta bloklandi, bitta karta ham. Telefon ham bloklandi, darish. Sim karta. Yo, yaxshi hammasi yaxshi. Lekin ochilgan yo'q hali. Yangi olish kerak, polibon karta. Rahmat, sog' bo'ling. Mana do'stimiz intervyu beryapti. Самый главный Zalotoydan qarzi borlar. Hech narsa bo'lmaydi, o'ylanmay chiqaveringlar. Katta rahmat do'stlar. 300 minggacha bordi. Mana krediti bormi, reyestrga tushganmi, Polshev pechatlari bormi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bemalol aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga yordam beramiz. Nimaga kamchiliklar, nimalar bo'lsa, podдержка qiladi.